To'xtang. Ishonchnoma bilan mashina oldingizmi? Unda siz mashinasiz qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Ishonchnomangiz bekor qilingan. Mashinani jarima maydonchasiga olishga to'g'ri keladi. Mashinaning haqiqiy egasi ishonchnomani istalgan paytda bekor qilishi mumkin. Agar vafot etgan bo'lsa, undan yomoni yo'q. Afsus. Ishonchnoma bergan odam vafot etgan ekan, mashinani sotib olmaysiz. Qo'rqma akajon. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, keyinroq kela qolaman.